14. bab Sırlıq pütük. Aradan neçə həftə ötməylə pul özünün küçünü göstərib, Paşaxanның çegaradan çıxış rəsmiyyətləri onun qoluna tegib boldu. Şundaq qılıb Paşaxan yigitlər bilan xoşlaşıb Moskvaga mаңды. O bir aydək vaqt içində Moskva arqılıq Jungoның Beyjingga yetib berib, Beyjingdən Şinjanның cənub tərəfidəki Xotan rayoniga yetib gəldi. Çünki xəritədəki Çin Maçin hazırki Xotanның Qaraqaş rayonunu göstərdi. Paşaxan Xotanga kelib o'rinlashgandan keyin bu yerdagi Uyg'urlar bilan bemalol fikr almashtıra oladi. Çünki Uyg'urlar bilan Türkmenlar bir qavmdan bo'lib, ularning ishlatgan tili Türk tiliga tamamen o'xshab ketadi. Uyg'urlarmı, Türkmenlarmı amaliyotda shaksiz bir turklardan hisoblanadi. Şuna Paşaxan tilda hech qiyinchilik tatmadı. Onun ustiga Paşaxanның buvisi Jalal Shayxning o'zimi Xotanның Qaraqash degan yurtidan bo'lg'ashqa, bu joy Paşaxanның ko'ziga boshqacha illiq tuyuldi. Xaritadagi kitob yoshirilgan joy Qaraqash daryo yaqini bilan Yo'rinqash daryo yaqinining Taklimakan qumliqidagi birlashgan joyidan 50 kilometrcha oyog'idagi Mazartog' degan bir joyda edi. Paşaxanның buvisining yurtidan o'ziga bir yo'l boshlig'ichini izlab topdi. Yo'l boshlig'ichi 50larning qarasini olgan tajribali bir kishi bo'lib, ular ikki tugiga suv qochilangan tulum va oziqliqlarni ortib, necha kunlik jafoliq safardan keyin Mazartog' rayoniga yetib keldi. Ular Mazartog' qal'asiga yetib kelguncha suvni azoda ishlatdi. Çünki ular Qaraqash daryo qinini bo'ylab mang'ashqa, bu fasillik daryo suyi ularga yaxshi ichimlik bo'lgan edi. Ular Mazartog' qal'asiga yetib kelgandan keyin tulumlarni suvga to'ldirib, xaritadagi ko'rsatmaga asosan bu tog'ni bo'ylab g'arb tarafga qarab yo'l oldi. Bu tog' dunyodagi ajoyib tog'larning biri bo'lib, garchi uning nomi tog' bo'lsa-mu, amaliyotda u boshqa tog'larga o'xshash uncha egiz emas edi. Tağның kengligimi undaq keng emas edi. Bu tağ go'yo Taklimakan qumliqining o'ttirsiga selingan etiz qirg'iga o'xshash, Taklimakanning g'arb tarafidagi qum barxanlarining ichiga xuddi sepildek tuz beti kirib ketgan bo'lib, qumliqning o'ttirsidagi bu tağ yiroqdan qaramoqqa taqqa o'xshamaydi. Lekin yaqin kelib qaraganda, ondan uning tarkibining tağ jinslaridan tarkib topgan tabiiy bir tağ ekanligini bilgili bo'ladi. Tağның bir uchi ikki daryoning birlashgan daryo qinida oxirlashsa, yana bir uchi xuddi arg'amchaga o'xshash g'arbga so'zilib, Taklimakanning g'arbiga necha yuz kilometrlab kirib ketadi. Uning ustiga bu tağ qarmoqqa qo'sh bo'lib, biri qizil rangga, yana biri oq rangga mayil edi. Yo'l boshlig'ichining aytib berishicha, yerliklar qizil tağni go'sh tağ, oq tağni un tağ deb atashadi ekan. Bu tağның undaq deb atilishida ilgirki zamonda Xotan buddistlari islom diniga kirmaslik uchun islom qo'shiniga qarshi jang tayyorligi qilib, zapas un va go'sht tayyorlagan ekan. Shuning bilan Alloh bu kofirlarning bu zapas oziq-tulikni bir mo'jiz bilan toshga aylantirib etibdi. Shu sababdan qizili go'sht tağ, iqi bo'lsa un tağ deb atildi ekan. Ular ming bir jafo mushaqqat bilan tog'ni bo'ylab 4 kun yo'l yurib, oxiri tushga yaqin ba'ayni yilonning beshiga o'xshaydigan tugi cho'ngliqidagi pakar bir tog' teshiga uchradi. Yiroqdan qaraganda shamol yeb ketgan bu tog' teshining parchasi ba'ayni yilonning beshiga o'xshaydi. Xaritadami Mazartog' qal'asidan g'arbga 4 kunlik tugi safar qilganda yilon beshiga uchraysiz. Tahoratni komil elib, shu yilon beshining ostida o'ltirib, Kitobul Qur'ondan qamar so'zini to'liq sanab chiqqaysiz. Chiqqan son bilan barobar kun petishqa shuncha qadam olsangiz, shundoq oldingizdagi tilsimlar echilib, tog' bag'ridagi kichik o'nkirda ushbu qo'lyozma putuk sizga zohir bo'lg'ay deb putilgan edi. Paşaxan bu yerni xaritada putilgan yilon beshi bo'lishi mumkin deb faraz qildi. Afsuski ular bu yerga yetib kelganda bo'ron chiqib,
qum to'zan ko'tarilishga boshladi. Burun olamni qorong'ulik bosgandi. Andin to'xtadi. Әтісі Пашахан намаз бамдаттан кейін қолыға Qur'onni алай дейші, yana bo'ron chiqib, ko'zini ochqili bo'lmadi. Shundoq qilib, bu kundagi bo'ronmi kechga yaqin to'xtadi. Uzunga so'zilgan bundaq qumburonliq havodan Pashaxonning o'pkisi siqilib, tiniqi yetisholmay qoliyotdi. Tulumdagi suvning ozayishiga boshlab, yo'l boshlig'ichimi Pashaxonga qaytish taklifini qo'yishga boshladi. Pashaxonning kallasiga bir aql keldi. U oqshimi vaqtliq tiklangan chidirning ichida elib olgan shamni yondirib, Qur'onni boshdan boshlab o'qishga boshlab, qamar so'zini birma-bir xotirlab mangdi. Shunday qilib, tong atarga yaqin Qur'on bir qatim tamom bo'ldi. Pashaxon yondagi qog'ozga qarab edi, qamar so'zi jami 27 yerda bo'lib chiqdi. Ajoyib yeri shuki, bu kuni tong suzilganda oldingi kundagiga o'xshash bo'ron chapqin ko'tarilmadi. Pashaxon uyqusiz ko'zlarini rosa bir o'lib etib, kun petish tarafga qarab 27 qadam mengib to'xtadi. Andin qo'liga ketmanni elib, dastlab turgan yerni ko'lashga boshladi. Yerning bir tarafi rostilla tog' bo'g'ashqa, ketmanning bisi pat-pat toshqa tegib ketadi. Kechga yaqin qo'langan yerning tog' taraf yuzida degandek seg'iz to'pi bilan to'lgan harva chaq cho'ngliqidagi kichik bir o'nkirning og'zi bayqaldi. Shu an Pashaxonning chiroyiga kulki yugurdi. U herib ketganiga qaramasdan jasoratga kelib, o'nkirning og'zidagi seg'iz to'pini ketman bilan qo'lashga boshladi. O'nkirning og'zi echilib, uning ichi ayon bo'ldi. O'nkir uncha cho'nqur emas edi. Degandek, uning necha metr ichida yog'ochdan yasalgan naqshlik bir sandiq turadi. Pashaxon bu yerni qo'layman deb bak yerib ketgachga, yo'l boshlig'ichi uningga yordamlashib, sandiqni tortib olmoqchi bo'ldi. Lekin u beshini o'nkirga tiqib bo'lib, yana tortib oldi. "Nimish bo'ldi, aka?" deb so'rdi yo'l boshlig'ichining harakatidan ajablangan Pashaxon, hozirg'inicha qo'lidagi ketmani bir yonga tashlab qo'yib, o'nkirga qaraganicha. "Ukam, av chayonlarga qarang. Sandiq ustida chayonlar uv sapdi." "Tov Xudoyim", dedi yo'l boshlig'ichi qo'rqindan titrab. Pashaxon butun kuchini yig'ib, o'nkirga beshini tiqib ichiga qaradi. Kamarning ichida bir chayon ko'rinmaydi. Pashaxon buningdan hayron qoldi. "Qani, men ko'rmadim-ku." "Ana, ukam ko'rmadingizmi? Sandiqning ustiga qarang, o'milishib yuridi-ku shu", dedi yo'l boshlig'ichi qo'li bilan yog'och sandiqni ishorat qilib. Pashaxon burilib yo'l boshlig'ichiga tikilib sap soldi. Lekin yo'l boshlig'ichining chiroyidan qilchi yolg'on aytmaganligi chiqib turadi. Pashaxon o'nkirning ichiga kirishga tamshilib edi, yo'l boshlig'ichi uni to'sdi. "Ukam, unda qaramliq qilmang. Boyliq deganni topqili bo'ladi. Jannat topqili bo'lmaydi. Bu qilqingiz bo'lmadi", dedi yo'l boshlig'ichi Pashaxon qarab uningga kuyingan oldi. Pashaxon gap qilmay o'milgunicha o'nkirning ichiga kirib ketdi. Yo'l boshlig'ichi bo'lsa, qo'rqindan Pashaxonning yenidan chachrab nersiga berib oyat o'qib o'ltirdi. Pashaxon sandiqni bemalol tortib chiqargan edi. Yo'l boshlig'ichi uning bu harakatidan hayron qoldi. Pashaxon shu maydonning o'zida sandiqning og'zini ochdi. Chunki yo'l boshlig'ichi mush tapda sandiqning ichidagini oltin javohirmiki deb o'ylab qoldigan bo'lsa, o'ziga biror ofat yetib qolishi aniq edi. Amaliyotda bu yo'l boshlig'ichining sandiqni ko'rgandil niyati buzilgan edi. Uning sandiq ustida qimirlab yurgan chayonlarni ko'rgani rost edi. Lekin Pashaxonning ko'ziga bu chayonlarning ko'rinmagani amaliyot edi. Buning zodi nima ish ekanligi faqat bir Allohga ayon edi. Yo'l boshlig'ichi mig'ildab turgan chayonlarning orasiga kirib ketib, yana sog'-salomat chiqqan Pashaxonni ko'rib, o'zining yomon niyatidan yenib, ichida tövbe istig'for o'qib, Allohga shukr qildi. Sandiqning ichida nihoyat qalin bir parcha kitob shaklidagi qo'lyozma turadi.
Qo'lyozmaning betlari shundoq nafis bo'lib, bet yuzining ichidagi mazmunlarning to'rt atrofida shundoq chiroyli naqshlar bor edi. Qo'lyozmaning qog'ozi Pashaxonga tunishliq bo'lgan xotan qog'ozidan ishlangan bo'lib, ichidagi yeziqlar qo'mish qalam bilan Chag'atay yeziqida yozilgandek turadi. Pashaxon kitobning muqovasidagi Chag'ataycha xatni o'qib, ancha-muncha tushuna oldi. Uningda odam va olam haqida degandek bir xil mazmun chiqib turadi. Lekin ichidagi qorlarga ko'z yugurtib, uning mazmunini tushuna olmadi. Chunki Pashaxon Chag'atay tiliga texam edi. U bu qo'lyozmani topganligidan intayin xushal bo'lib, yo'lboshlig'ichi bilan darhol qaytishga tayyorlik qildi. Ular qaytqucha bakroq jabot tortdi. Mazartaq qal'asiga bir kunlik yo'l qolganda, ichadigan suvi tugab ketib, ming bir balada aran-aran Mazartaq qal'asiga yetib kelishib olishdi. Shundoq qilib, Pashaxon Xotanga sog'-salomat qaytib kelgandan keyin yurtning allomillarini izlab, bu yurtda yarim yildan ortiq maxsus Chag'atay tilini qatirqinib o'rgandi. U qo'lyozmaning bosh betidagi so'z beshini o'qib beqib, uning ichidagi mazmunlardan hayron qoldi. Kitobning muallifi ismini oshkorlangan bir kishi bo'lib, so'z beshida mundaq boshlangan edi. Menki Türk uluslarining bir shahzodasiman. 7 yoshimdan 40 yoshimgacha ilm tahsil qildim. 20 yoshimda turli tuman sir asrolar ko'z oldimda ayon bo'lishga boshladi. Shu sababli Majnun deb atilib, toj va taxt vatan ballarimdan ayrildim. Zahidlik yo'lini tanlab, g'arni makon tutdim. Avladim ichidan burjlar ayrilgan kun, tun tutilgan kunda ziminga bir bo'ri sifat o'g'il tug'ilg'ay. Men ushbu kitobni dunyodagi eng rahimdil va eng rahimsiz bo'lgan shul o'g'il uchun putdim. U shundoq bir hukmron o'g'ildirki, Alloh xolisa butun turk uluslarini bir tog' ostiga yig'ib, mag'ribiy mashriqqa adolat nurini chashqay. Pashaxon yuqorqi qurlarni o'qib etib, o'zining 7 yosh vaqtidagi onasi Büyü Maryam xonimning "O'g'lim, sen burjlar ayrilgan kun bilan oy bir yerga kelib, kunduzi ziminni qorong'ulik qoplagan bir kunda dunyoga kelgan" degan vasiyat so'zlarini esiga oldi. Shuning bilan u bu kitobga nihoyat qiziqib qoldi. Batlarini ochib, so'z beshining davomini o'qishga boshladi. O'g'lim, olam azaldilla yumloq sharsimonlikni xohlaydigan cheksiz bo'shliq edi. Buning javobi ziminning sharsimon bo'lganligida. Ziminning yumloq sharsimonligi uningdan tug'ilgan tamomiy narsalarning yumloq bo'lganligida. Qo'lingni suvga urgan chig'ingda chachrab chiqqan unchilarga qarag'in. Zimindan ungan meva ziroatlarga qarag'in. Mana bularning hammasi yumloq sharsimonlikni xohlaydigan narsalardir. Inson ota-onasining shaklini olganidek, zimindan tug'ilgan narsalarmi shaksizki ziminning shaklini o'ziga mujassam qilguchidir. Inson tuproqdan yaratilganlik uchun u ziminning bir qismi bo'lib keldi. Zimin bo'lsa, tabiiyki cheksiz olamning bir qismi edi. Demak, inson 4 ana surdan tashkil topgan bu ojiz maxluqot uzluksiz ziminning ta'siriga, uningdan qolsa boshqa kavakib yulduzlarning ta'siriga, hattoki olamning ta'siriga uchrag'uchi jonliqdir. Olam sirliqmi yoki odam sirliqmi degan savol qadimdan boshlab ko'mtakli bir javobga erishib keldi. Bu qo'lyozma mana shu savolni cho'ri deb bitildi. O'g'lim, kitobchini yaxshi o'qig'in. Buningga men umr bo'yi o'rganganlarimning hammani mujassamladim. Olam va odam to'g'risidagi yangi ko'z qarash, turli sir asrolar tafsiliy bitildi. Buning ichida bayo qilinganlarning ba'zanlari insonlar yana 1000 yildami yeshilmas esingda bo'lsin. Sen kitobni to'liq ko'rib chiqib, uning ichidagilarni yaxshi hazm qilgin. Ba'zanlarini qo'lingga qalam olib tahlil qilgin.
ba'zanlarini tening va ruhing bilan amaliy mashq qilgin. Hammani to'liq o'rgangan chig'ingda o'zingning boshqacha bir odam bo'lib qolganligingni his qilasan. Navada kitobchadagi har xil tan mashqlarni maqomga yetkazalisang, u chog'da atrofingda uchib yurgan hasharotlarning qanot qoqqan ovozi, necha qadam nersidagi cho'milning harakat holati ko'z oldingda zohir bo'ladi. Kunduzmi kechasidagiga o'xshash yulduzlarni ko'ra olaysan. 7 kavakibning har qaysi burishlardagi o'rni ko'zingga har zaman zohir bo'lib turg'usi. Mana bular uchun sen aytqusiz jafolardan qo'rqmasliging kerak. Hammani o'rganib bo'lganingdan keyin jisming va ruhingni abadiy pokiza tut. Bu sirlarni hech bir insonga tinma. Bo'lmasa o'zingga dushmanlarni ko'paytib olg'uchilardan bo'lsin. Bu kitob Allohning qudrati bilan bir sen uchun putilgan o'g'lim. Kitobni o'rganib bo'lganingdan keyin bu kitobni darhol parcha-parcha qilib, Qaraqosh daryosi bilan Yo'rinqosh daryosining birlashgan qiyniga juma yo'rik kechasi oqqizib et. Navoda bu kitob yomon niyatli kishilarning qo'liga tushib qolsa, uning oqibatini xiyol qilmoq bas mushkuldir. Pashaxon kitobni o'qigan siri uningga bakli qiziqib ketdi. Kitobda olamning sir asrorlaridan tortib, odamning psixika holatigacha nurg'un ahvollar yozilgan edi. Masalan, astronomiya qismida 7 kavakibning harakati, uning har qaysi burjlardagi kundalik o'rnini bekitishdagi amaliy hisoblash usullari, Ay va zaminning qonuniyatli harakatlari orqali kun tutilish, ay tutilishni oldin hisoblash usullari tafsiliy tonishtirilgan edi. İnsan sir asrorlari ustidami ajoyib yaxshi yangiliklar bitilgan bo'lib, odamlardagi alohida iqtidor va uni yetildirish mashqi, insonlardagi oldin bishorat berish iqtidori, inson tindagi turli tabiiy davriyliklar, inson badani bilan kavakiblarning munosabati va ay harakatining inson o'simliklarga bo'lgan ta'siri qatorliq nurg'un yangi bilimlar tonishtirilgan edi. Pashaxon bu qo'lyozmani o'qib tugatib, yaxshi hazm qilish uchun bu yurtda yana 2 yildan ortiq turishga majbur bo'ldi. Chunki qo'lyozmaning mazmuni bakli mo'l, o'rganadigan narsalar ajoyib chiq edi. Uning ustiga qo'lyozmani chegaradan elib chiqish jarayonida kutilmagan ishlarning yuz berib qolish ehtimolligi bo'ladi. Shu sababli Pashaxon Qaraqoshdagi bir domollamning yordami bilan Noy bozoriga yaqinroq bir madrasaga joylashib, qo'lidagi qo'lyozma kitobchini kech-kunduz tasliq qilib, 2 yildan ortiqroq vaqtda andin bu qo'lyozmaning mazmunini butunlay yodga ilib, mengsiga turg'izdi. Kitobdagi o'rganishga tegishli bilimlarning oz bir qismini yaxshi hazm qila oldi. Ba'zi mahoratlarning bir qanchasini amaliy mashq orqali o'zida yetildirib chiqdi. Yana ba'zi bir alohida mahoratlarni o'rganmoqchi bo'lsa, yana bir qancha yil mashq qilishga to'g'ri keladi. Shunga u bu mahoratlarni keyincha o'z yurtida yetildirishga qo'yib qo'ydi. Degandek, Pashaxon qo'lyozmani o'qib tugatib bo'lganda o'zining ilgirkiga bir oz o'xshamay qolganligini his qildi. Bo'libmi uning sezgurligi shundaqla harakat inkosi ilgirkidan nechasi eshib ketgan edi. Arqadan u qo'liga qalam elib, kitobchadan o'rgangani bo'yicha o'zi turishliq o'rin Xotanning o'tib ketgan 10 yil ichidagi kun tutilish hodisasini hisoblab baxdi. Necha soatlik hisoblashdan keyin Xotanda bu 10 yil ichida, ya'ni o'tib ketgan 1954-yildan hozirgi 1964-yilgacha jami 7 qitim kun tutilganligini, birinchi qitimlikning 1954-yili 6-oyning 30-kuni, oxirgi qitimlikning bo'lsa 1961-yili 2-oyning 15-kuni yuz berganligini hisoblab chiqardi. Pashaxon madrasadagi astronomiya hodisi tazkirasi degan kitob qarvidi. Rastilla Xotan diyorida bu 10 yilda jami 7 qitim kun tutilish hodisining yuz berganligini,
Ахырқысының 1961 yılı 2 ayının 15 günü saat 2'den çarek ötkende başlanıp 4'ten 20 minut ötkende ahırlaşkanlığını gördü. Қалған 6 yıl mı hatta gün saatlergiçe udul çıktı. Demek Paşaxanның bu yurtdaki ilim təsliq qilish vazifasi asosan tamam bo'lgan edi. Paşaxanның insoniyat aql parosatining amiki hisoblanadigan bu qo'lyozmani suvda oqizib yetishga zodi qo'li bormadi. Kitobchini qo'liga necha qitim elib, necha qitim qo'ydi. U oxiri leviga tishlab, ota-bovisining vasiyati bo'yicha ko'ziga yosh olganicha kitobni juma tong atar kechasi ikki daryoning birlashma qiyniga tutma qilib oqqizibdi. Ondan bu yurtdagi 2 yildan beri o'ziga otadorchilik qilgan yoru do'st birodarlari va ustozlar bilan rozilashib, o'z yurti Turkmanistonga qarab yo'l oldi. Paşaxan vatandan ayrılğanıga 3 yıl bolay degan edi. O bu jarayonda öz vatani Türkmenistanның qadriga boshqacha yetdi. Dunyodagi eng ulug' muhabbatning vatan muhabbati ekanligini yanada cho'nqur tushunib yetdi. U bu 3 yil ichida ilm tahsil qilish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, butun Asiyodi Turklar ittifoqida, Uksi Tillaxonda qo'li yumshoq yigitlarda bo'ldi. U Turkmeniston ziminiga qadam qo'yib, cho'nqur bir nafas olgandan keyin yurti Ostonaga shundoq oldirgan edi. Chunki u yerda uningga qanot bo'ladigan Uksitullaxon va Alloh yo'lidagi Qur'on tutishgan qarindoshlari bo'lgan 5 dona zabardast yigit uni kutib turadi. Paşaxonga umrida eng uzun bilingan safar dal mushu vatanga qaytish safari, ya'ni Ostonaga qaytish safari bo'ldi. Yo'lovchilar avtobusi tushga yaqin Ostonaga yetib keldi. Aldirab ketgan Paşaxon ushqandek zavodga yetib keldi. Zavodda natunish 10 necha odam ishlayotdi. Tillaxon qatorliq yigitlarning hech qaysi ko'rinmaydi. Paşaxon darhol ishchilardan Tillaxonni surishti qilib edi. Ishlayotganlar Tillaxonni tex atigan ko'rganligini, zavoddagi texnik yigitlarni boshlab sirtqa chiqib ketganligini aytdi. Paşaxonning yurgi o'rniga tushib, qo'lidagi chamdonlarni yotqiga tashlab qo'yib, demini olmasdan yigitlarni izlab sirtqa mangdi. U zavodning oldiga chiqqandan keyin qayerga mengishini bilolmay birdan turib qoldi. Ondan ko'ngliga bir ishni akilib, burunqi turalg'usi bo'lgan qalandarlar ko'chasiga berib boqqisi keldi. Paşaxon balliqida cho'ng bo'lgan qalandarlar ko'chasidagi bu uyni yuqori bahoda egisidan setib olgan edi. Lekin ular zavodga ko'chib ketgachga bu uyda odam o'ltirmaydi. Paşaxon bilan Tillaxon pat-pat bu uyni seg'inib qoladi. Bundaq chaqlarda bu ko'ni uyga kelib, birer oqshom qo'nib, o'zlarining bu uyga bo'lgan amroqlik xumarini bosadi. Paşaxon uyning oldiga kelib, qo'shqanot eshikning ochiq turganligini ko'rib, aldirab hoyliq kirib keldi. Paşaxonning hujrasi va mehmonxonaning eshigi yerim ochilib turadi. Paşaxon hujrasiga kirib qaradi. Uy ichi burunqiga o'xshash qayta bezalgan bo'lib, supiga selingan gilam, yig'ilgan yotgan ko'pilar shu peti turadi. Koni sandiqmi shu peti edi. Paşaxon hayron bo'lib mehmonxonaga chiqdi. Mehmonxonada burunqi gilam seliqliq bo'lib, ustida 5 kishilik yotgan ko'pi yig'iliq turadi. U bu manzarani ko'rib, ko'ziga yosh elib, balliqini esiga oldi. Ondan onasi Maryam xonimni ko'rgandek bo'ldi. U bu ishlarning hammasini Uksitullaxon qatorliqlarning qilganligini bilib, ularni izlashga boshladi. Paşaxon hoyli ichiga sap soldi. Pokiza supurilgan hoylida odam ko'rinmaydi. U oshxona uyga kirib boqdi. Cho'ng qozonda varaqshib go'sht qaynayotdi. Paşaxon go'shtga qarab levini bir yalab etgandan keyin Uksining balliq chig'ida o'zidan qaydab qolsa, kaptarxonaga chiqib olganligini o'ylab, darhol hoylidagi shoti bilan o'g'ziga chiqdi.
Degandek Uqsitullaxon Kaptarxonning oldidagi aptab sindigan ko'ni karvatda kayran qilib o'ltiradi. Tullaxon, "Men keldim ukam", dedi Pashaxon ko'zidan taramlab oqqan yoshlarni surtib turib. Angacha Tullaxonning ko'zidan oqqan seg'inish yeshi uning pokiza qirilgan soqolidan sirg'ib o'tib, kiyimlarini ho'l qilib etgan edi. Shundaqdimi Tullaxon qimirlamasdan o'ltiradi. Pashaxon yugurib kelib, uksining kaynidan quchoqladi. Uning ko'zidan oqqan yosh uksining mo'risiga yomg'ir kabi tomchilaydi. "Meni kechirgin", dedi Pashaxon past ovozda inkini uksining dumsiga yiqib turib. "Aka, bu senmi?" dedi Tullaxon ko'zlaridan oqqan yoshni yengi bilan surtgach, akasining qo'lini tutib turib. "Bu tushum emas-ku, aka." "Yo'q, ukam, bu tushung emas. Men qarag'ina. San qarashdan qo'rqaman, aka. Midirlasamla tushimdan uyg'onib ketadigandek. Sen rost qaytib keldingmi?" "Shundoq. Endi hech yerga bormayman. Men qarag'in", dedi Pashaxon ko'zlaridan oqqan yoshni surtib. "Amsa menga va'da bergin." "Ma'qul ukam, sana va'da beray." Tullaxon o'rilib akasini quchoqlab yig'lab ketdi. "Bu kunlarmi keladigan, aka? Endi bizni tashlab ketmagin." "Bo'ladi ukam. Endi nega borsam seni billa elib manaman." Pashaxon ukasini bakli seg'ingan edi. Ular o'gizida uzungacha quchoqlashib, ko'z yosh qilishdi. Ulug' Allohning insonlarga berganlari haddi hisobsiz edi. Bu katta ihsonlar ichida dili pokiza insonlar uchun qarindoshlik, do'stlik mehrimi Allohning ularga bergan katta mukofotlarining biri hisoblanadi. Pashaxon bilan Tullaxonning mushu vaqtdagi xushalligini hech nimaga teng qilg'ili bo'lmaydi. Ularning bu chog'dagi aka-ukalik mehrini so'z bilan tasvirlash mumkin emas edi. "Qani ayta Tullaxon, yigitlarimiz nada?" deb so'rdi Pashaxon shotidan tushgach. "Ular seni bak seg'indi. Sen ketib 2-yilila ular sening gapingni to'la qilib beshimni og'irtibdi", dedi Tullaxon shotining baldig'iga putini elib turib, yiroqqa nazar solgach. "O'ynimi bolalarning fikri bo'yicha mushundoq jabdib chiqdik. Har juma kuni bu uyda sana atab xatmi Qur'on qildik. Oqshom boshqacha bir yaxshi tush ko'rib qoptiman. Deyishib olgandek, bolalarni atiganda sening gapingni qilib, Pashaxon akamizni har qatim seg'insaq, ko'ni uyimizga berib kelatdik. Bugun yana bir berib kelayli deb qo'pishibdi. Atiganda bolalar bilan qabristonlikqa berib, mumimizning beshini yo'qlagan edik. Aramizdan biraylan odamning beshiga ig'ir tushganda ota-onasining qabrisini 7 aylansa, hojat ravo bo'ladi debdikan. Shunga bizning cho'glaydigan qabrimiz yo'q. Mushu Pashaxon akamizning mumisining qabrisini bo'lsa-mu cho'glab chiqayli deyishdi. Shuning bilan biz tahorat elib qabr beshida Qur'on tamom qildik. Bir qağa beshimizga kelib to'la qaqildab ketdi. Men bolalarga deb qo'yib, bozordan bir qo'y akilib, qon qilib, go'shini namratlarga tarqitib etdim. Ondan qozonga selib bo'lib, seni xiyol qilib qoldim. Ko'nglimga xuddi sen kelib qoladigandekli bilinib qoldim. Yo'lga chiqib, yiroq qarab tursam, sana o'xshash birisi kelyotdi. Ko'zimga ishonmadim. Yaqinlab kelgan chog'ingda senlikingni bilib hayron qoldim. Bolalar hozirmi qabr beshida. Ularning qishiq tiz borayli. Seni ko'rsa, yurgi yerilib ketadi bechoralarning. Ular ko'chadan chiqib, bir mapini mozorlikqa kira qildi. Mapidagi otmu Pashaxonning ko'nglini tushungandek, yo'rg'ilg'incha ularni mozorlikqa olib tashladi. Ular mozorlikqa yetib berib, oldi bilan duoga qo'l ko'tardi. Ondan aldirab yigitlarning qishig'i mangdi. Yigitlar yiroqdan Pashaxonning kelayotganligini ko'rib, aldirab duoga qo'l ko'tarishdi. Ularning ko'zlaridan yoshlar tomchilashga boshlagan edi.
Bu yaş damchilari başta xushalliqdan aqqan bo'lsa, keyin Allohga aytilgan shukr sanodan kelyotadi. Ularning duosi bakmi qisqa bo'ldi. Paşaxon qabr beshiga kelib bo'lguncha yilpizdek 5 yigit o'rnidan aldirab turib, Paşaxonning oldiga yugurib bordi. Ular bas-basti Paşaxon bilan quchoqlab yig'zor qilishib ko'rishdi. Yanda qarab turgan Tillaxon bu ta'sirli ko'rinishdan yana ko'ziga yosh oldi. Ey ulug' Alloh, sen bizga berding. Sen başdimi akam Paşaxonni bizga bergan eding. Hozirmi yana bir qitim akamni bizga qaytirib berding. Barliq hamd sana sana xosdir ey egam. Sana nim deb rahmat aytishimni bilolmayman. Musulmonligimdan faxrlanaman Allohim. Sening bizga va'da qilgan jannating mushu shumudu? Bizga Qur'on bilan xush xabar bergan ey ulug' zot. Sendan yana shuni tilaymiz. Amdi akamni bizdan elib ketmagin. Ular ikkalan oqshimi bu koni uyda qo'nib qoldi. Paşaxon bilan Tillaxon burunga o'xshash uzung'uch paranglashib uxlay olmadi. Ishlar qandaqroq hukam? Deb so'radi Paşaxon Turkmanistonning yaqinqi ahvolini bilishga taqozo bo'lib. Sen ketgandan beri vaziyat kun sari keskinlashdi, dedi Tillaxon cho'nqir bir o'qtardi. Mustaqillik harakatlarimi ko'paydi. Ruslar bo'lsa bargan sura g'oljirlashib, harakatlarimizni bar kuch bilan bostiryotdi. Anglashlar qaraganda boshqa mustamlik rayonlardagi qarshilik harakatlarmi bizninkidek ig'ir emas ekan. Hozir Turkmanistonga yo'tkalgan Rus armiyasining soni hisobsiz ko'paydi. Ular butun kuchini bizga qartyotdi. Keç gündüzlük çarlaşını küçeytip, aqtırış, tintiş hareketlerini küçeytdi. Türkmenlerden boğan aqqun nüfuslarını başquruşni bəkli çıng tutup aldı. Şunun bilen ballarının məsul rayonlardaki faaliyetleri tosqunluq uçurab, sen ketip uzun qalmay hemmimiz ailege yığıldık. Undaqda təşkilatımızın ahvalı qandaq buluvatıdı. Her qaysı joylardagi a'zolarimiz yana shu peti. Ularning jangovarligi texi yo'qolgani yo'q. Bolalarni tutib turmoq tas bo'lyotdi. Ular faqat seni saqlabla levini tishlab turadi. Hayt deydiganlar bo'lsaq, ostoniga tetiydi bular. Sen ketgandan keyin ruslar muqimlik ishiga bakli kuchab ketdi. Shu sababli tashkilotimizning faoliyati bir oz palachalga tushib qelyotdi. Biz yangi a'zo taraqqiy qildirishni to'xtatib, koni a'zolarga vaqtincha sukut qilib turishni o'qtirdik. Vaziyat bizga izchil foydasiz bo'lib kelyotdi. Ruslarmi kuchining boricha bizni tarmar qildik deb jar selib yuriydi. Xalq bu ig'voga ozroq ishinib qoldi. Hozir vaziyat nisbiy tinch turmoqda. Xalqimizning ahvoli qandaqroq? Qarshilik harakatlarni butunlay o'qimishli yoshlar elib beryotdi. Shahardagi o'ttir yoshliklar qo'rsiq to'yg'anga shukr qilib, masjid bilan uy orliqida midirlab yuriydi. Dinni haqiqiy tushunadigan molla ulamolarimiz qonunsiz yer osti diniy maktab ochgan degan turli badnomlar bilan turmalarga qamalmoqda yoki masjidlardagi vazifasidan qoldirilmoqda. Yezi sahrolarimizdagi dehqonlarga kelsak, ularni kalti mollalar o'z qo'liga elib oldi. Ular mollaning deganini eqitmay, temitmay qiladi. Molla buguni qo'pib, o'z otanglarni to'rikka bog'lab raso selanglar desa, ular oqqarini surishtirmay, o'z otasini urdigan darajaga yetdi. 2 tal pulga setilgan kalti mollalar bo'lsa, mihrobda o'ltirib, Stalin bilan xershuvlarga maxfiy duo qilib yurmoqda. Demak, Moskva ko'zini bizga tikyapti-da. Hech qisi yo'q ukam. Chiqargan qaroringlar to'g'ri bo'pti. Behuda badal to'lamasligimiz kerak. Oldimizdagi hafta yig'in ichib, ba'zi ishlarni qaytadan boshlaylik. Bo'ls shunda qilayli aka.
Qo'llarim qichishib, xanjirimni dod besib ketdi. Ha, rost ukam. Qarasam, yigitlar cho'pchonli odam bo'lib qopti. Ko'nglida birarsi bormi, uqishib baqqan. Ularning yeshimi bir yerga berib qoldi. Tillaxon aksining gapidan xijil bo'lib ketdi. Aka, bu gapni biz sen yo'q chog'ingda allaqachon deyishib bo'lgan, deb kuldi Tillaxon aksining gapidan xijil bo'lgan oldi. Ha, qandoq? Ko'nglida san bormikan? deb kuldi Pashaxon uqsiga o'rilib qarab. Biz ikki yo'lning birini tanlab bo'ldik. U to'g'riliq g'am yemagin. Demakchi bo'g'ini? Bizning bu to'g'ridagi fikrimiz bir yerdan chiqdi. Bu yo'lning biri muhabbat yo'li, yana biri erkinlik, hurlik yo'li. Biz garchi yetim bo'lsakmi, Allohning qudrati er bo'lib to'raldik. Qilin qarda yalang oyoq titrab mangan kunlarimizda ulug' Alloh seni bizga uchrashtirdi. Hala bugungi yaxshi kunni bergan Allohning yo'lini tashlab, o'zimizning erligidan tenib, ona-singillarimizni qo'g'dashdan voz kechish, vatan niyatlarga tashlab berish sening Qur'on tutgan erkak inillaringga xos emas, aka. Biz vatanning bayrog'ini ko'rmagicha to'y qilmaydigan qasam ichishdik. Bu bo'lmabdi, ukam. Bizni kechirgin, aka. Biz allaqachon tanlab bo'ldik. Qapazda turib yegan go'shing hech nimga tetmaydi ekan. Pasning qo'lidan non elib yegucha ochliqda o'lguning ming afzal emasmi? Bizning haqiqiy xushalligimiz joynamoz bilan qilishning ustida. Ana-sing'illarimizning put-qo'ldagi kishanlarni pachaqlab tashlashda, aka. Deganlaringga to'g'ri, ukam. Vatan ishqida yuraklar qon yiringga to'ldi. Jarohatni eg'iz oldirmoqcha og'riq azobi butun a'zoyingni qiynaydi. Bo'pti. Sizlarni qo'llayman. Tegi paslarning oldida murtad bo'lib, mazlumlarcha 1000 yil yashagandan ko'ra, erkak bo'lib bir kun yashaganimiz ko'p afzal. Sizlardan faxrlanaman, ukam. Ikkalan uzun paranglashib, ondan uxlab qolishdi. Әтісі әтігенден башлап, Пашаханның іш күшлеріні егітлерге тапшырып қойып, Тиллаханны әгештіріп, шәһәр ішідегі мұнасибәтлік, оқымышлық зат, құлқы ұзын кішілер, hərbi сақчы орынлардагы туныш білішлерінің алдыға саламға барды. Пашаханның астанындагы инавити зор еді. Болыпмы оның янчықыдагы пул Рус хакимiyet қатлымыда оныңға башқыча 100 инават ата қылған еді. Tövni saqçı idarəsinin başlığıdan tartıb, yuqursi şəhər başlığıca onun xuşamət qılatdı. Paşaxan bu aşköz əməldarlarını obdan bilgeşke, ularının qanığa onu bunu tıqıb turatdı. Ular əməliyyətdə döt, vicdan qorursuz adamlar bulğanlıq üçün, azıraq baylıq üçün hakimiyyət içidiki bəzi məxfiyyətliklərini Paşaxanğa qaldırmay sözləb berətdi. Paşaxan şundaq qilib, bir hafta yuqori va tuvan qatlamda yurib, salom soat ziyorat elib bordi. Haftadan keyin zavoddagi maxfiy yarasta uyida tashkilotning jiddiy yig'ini ochildi. Yumaloq ustalning atrofida 7 odam zabardast o'ltiribdi. Paşaxan Turklar ittifoqining atamanlik sufati bilan so'z boshladi. Yigitlar, dedi Paşaxan ciddi tus algan 6 yigitga birma-bir qarab chiqib. Biz bugun Turkmanistondagi Rus mustamlikasiga qarshi boshlamchi tashkilot bo'lish sifatimiz bilan bu yig'inni echiyotimiz. Moskva Turkmanistonning muqimligiga boshqacha ko'z bilan qarab keldi. Ularning nazarida Turkmanistonning muqimligi barliq Sovet mustamlik rayonlarining muqimligini belgilaydi ekan. Şu sebepten ular merkez maliyesinden zor meblağ ajırtıp, harbiy ve saqçı güçlerini köpeytipdi. Yana bir ishonchlik xabarga qaraganda, KGB'mi Turkmaniston masalasiga jiddiy qo'l tiqmoqchiymiş. Vaziyat nihoyat keskin. Xeyr shu taxtdan tushish oldida turyotidi.
Lekin Chayanning bolasi yanada Chayan. Ruslar azaldan dunyo turklarga ziyonkashlik qilib keldi. Bizmi ham ulardan yaxshilik tomoq qilmaymiz. Mana mushundaq jiddiy vaziyatda Turklar ittifoqi nima qilish kerak? Buning javobi shuki, qonxo'r istibdodlar bilan bo'lgan kurashni bir minutmi to'xtatmaslik kerak. Biz Turkmaniston mustaqillik harakati butun Sovet mustamlik rayonlariga, ondan xalqaroga tunishimiz kerak. Buning uchun tashkilotimiz buningdan keyin mundaq 3 ishni markaz qilib harakat qiladi. Birinchidan, tashviqot faoliyatini kuchaytiramiz. Gazetning o'rniga qarorlik, qarorsiz tashviqot varaq tarqatishni asos qilamiz. Ikkinchisi, izbosarlarni tarbiyalash, yetishtirish xizmatini chang tutamiz. Buningda o'rta maktab o'quvchilari va universitet o'quvchilariga bo'lgan tarbiya tashviqotni kuchaytiramiz. Üçüncüden, vatanimiz ziminiga dastlab turgan har qanday rus puhrasini o'z vataniga qaytarishga da'vat qilamiz, tirishimiz. Biz bu to'g'risida burun bir qatim bayonot e'lon qilgan. Lekin ularning puhralariga qo'l selishga degidek rayimiz bormidi. Qisqasi, biz yumshoq qo'llik qildik. Behuda qon to'kishni xolamadik. Aksicha, Moskva biz turkmanlarga terrorchi degan qalpoqni kiygizib, xohlagancha turmalarga oldi. Xohlagancha qirib tashladi. Amaliyotda haqiqiy terrorchilar dal Moskva hukumatining o'zi. Qaraydigan bo'lsak, bizning taqdirimizni ulug' Alloh putmay bir qancha qonxo'r belgilab etibdi. Xalqimizning bag'ri yumshoqligi oxiri Turkmanistonni mana mushundoq holga akilib tashladi. Tishlaganni tishlash kerak, tepganni tepish kerak. Endi hammani Allohga qo'ymaymiz. Sabrning cheki bor. Buning uchun dastlabki bir yilda asosliq zarbini ularning harbiy saqchi qismlariga qaratamiz. Shundaqla rus puhralarining bu bir yil ichida o'z vataniga qaytib ketishini tashabbus qilamiz. Uningdan keyinmi o'z vatanini topolmagan har qanday rus puhrasi, mayli u harbiy va yoki odatli puhra bo'lsin, 18 yoshdan yuqorilarning hammasi Turkmaniston ziminiga qandoq badal to'lish kerak. Pashaxonning yenib turgan ko'zidan ajoyib bir xil qat'iylik ham vahshiylik chiqib turadi. Yigitlar azaldan Pashaxonning bundoq g'azabga kelganini ko'rib baxmagan edi. Yig'in 2 soat atrofida davomlashib, tashkilotning buningdan keyingi xizmat nishoni va ba'zi yangi harakatlarning qadam bosqichlari o'ttirib qo'yildi. Shunda qilib, ular yig'inda muzokaralashgani bo'yicha ertasidan boshlab harakatga otlandi. Boshda ular tashviqot varaqini 2 xil mazmunda tarqatdi. Uning biri keng xalqqa elib berilgan tashviqot bo'lib, uningda Turklar ittifoqining boshlamchi bo'lib, rus istibdodlarining zulmiga qarshi ozodlik harakatini qat'iy to'xtatmaydiganligini, Turkmaniston xalqining o'ziga yaqindan moslashishi murojaat qilingan edi. Yana bir tashviqot bo'lsa, butunlay o'rta maktab o'quvchilari bilan universitet o'quvchilariga qaratilgan bo'lib, uningda asosan turkman yoshlarining hozirdan boshlab har xil tashkilot va uyushmalarni qurib, rus mustamlikchilarining adolatsiz hokimiyatiga qarshi isyonkorlik ruhini yetildirishning zarurligi o'ttirib qo'yilgan edi. Bu 2 xil tashviqotning ichida keyingisining unumi haqiqatan zo'r bo'lgan edi. O'quvchilar, mayli ular yoshda kichik yoki cho'ng bo'lsin, o'zligidan harakatga kelib, o'z oldiga nurg'un kichik tashkilotlarni qurishdi. Tashkilotning badal pulini yig'ishdi. Maktablarining tomlariga turli tashviqot varaqlarini chopladi. Saqchi tarafmi nurg'un o'quvchilarni tutqun qilib, ko'pinchisini maktabdan quvladi. Maktabdan ayrılganlar yana birlashib Rus hokimiyatiga qarshi faoliyatlarni to'xtatmadi. Bu xil ozodlik harakatida qizlarning roli bak cho'ng edi.
Moskva Xalq Universitetida o'qiydigan Xolida ismli bir qiz o'quvchi o'zining o'qishini tashlab Ostonaga qaytib kelib, yagona holda o'lim elchisi taxallusi bilan o'z oldiga nurg'un tashviqot varaqi tarqatdi. Hatto yiroq viloyat nahiyalarga berib, shu yerdagi haddidan eshib ketgan rus va turkman amaldorlarni o'ltirib tashladi. Gazitlarning bosh sutuni o'lim elchisining tutish buyrug'i bilan to'lgan edi. Tam-tamlarga uning surati choplandi. Uni tutib berguchilarga yoki xabarni qilg'uvchilarga beriladigan mukofot ilgirki Vladimirninkida eshib ketdi. Xalq ichida bo'lsa, bu qiz to'g'risida turli afsona rivoyatlar tarqalishga boshladi. Ruslar qaytadan charlig'uchi askarlarni ko'paytib, turklar ittifoqiga bo'lgan hoshyorlikni o'stirdi. Ilgari Ostona ko'chasida 20 dan 30 ga qadar qurolli askar sapga tizilib, piyoda holda kunda 2 vaqt ko'ch-ko'ylarni aylanatdi. Amdilikda bo'lsa 7-8 harbiy mashina har biriga 40-50 dan qurolli askarlarni selib, ko'ch-ko'ylarni kunda 3 qatim aylanadigan bo'ldi. Bu charlig'uchi mashinalar yo'lda manganda, yo'ldagi har qanday odam yoki harva ularga cho'qim yo'lning chetiga chiqib, ular ketguncha jim turib yo'l berish kerak edi. Bir qatim 7 yoshli bir kichik bola bilmasdan yerdan bir tal qo'noq ma'digini elib, askarlarning mashinasiga otgan edi. Mashinadagi rus askarlar bu kichik bolaga o'q chiqarib, naq maydonda uni etib tashladi. Zulm, tengsizlik bargan sir avj oldi. Alam tonurdek issigan bir kuni Ostona ko'chasining shimol tarafidagi qarg'ayliq bir yo'lda o'xshash kiyim kiygan, kiyimning kayniga rus yezqida tozliq ishchisi deb xat besilgan bir qancha odam Rossiyada ishlangan kichik tipdagi o't o'chirish mashinasidan 7ni yo'lning girvigida to'xtatib qo'yib, yo'lning ikki chetidagi qarag'ay daraxtlarga besim bilan suv chechib, ularni yuyib o'tadi. Qiziq yeri bu mashinalarning shofiri yo'l yoqasidagi zinnat daraxtlarga o'zi chiqib suv chechib o'tadi. Mashinada boshqa xizmatchi yo'q edi. Uning ustiga ularning chach basonimi g'alati bo'lib, chiroyidan turkman yoki ruslig'ini belgili bo'lmaydi. Shu chog'da qator tizilgan 8 dona charlig'uchi harbiy mashina hayvat bilan nayt osti mengib yetib keldi. Tazliqchi mashinalarmi qarg'aylarga suv purkishni to'xtatib, askar mashinalarining o'tib ketishini kutib turdi. Lekin charlig'uchi mashina tazliqchi mashinalarning yeniga kelib to'xtab qoldi. Chunki oldi tarafda Moskva shahrining mashina nomeridagi cho'ng tipli bir yuk mashinasi yo'lning o'ttirisida sayan to'xtab qolgan bo'lib, charlig'uchi harbiy mashinalar yo'lning qolgan bo'sh yerdan patmaydi. Oldidagi harbiy mashinadan achchiq yomon bir askar tushib, yuk mashinasining ichiga qaradi. Mashinada shoför ko'rinmaydi. U bir nimalarni deb g'udong'ishib, mashinani o't oldirib, kayniga tortmoqchi bo'lib edi. Mashina o'tanmadi. Angacha shahar tozliqchilarining super kuydigan mashinasi gurildab o't elib, qo'ng'izdek qimirlashga boshlab, charlig'uchi harbiy mashinalar bilan ro'baro udilishib tayyor bo'ldi. Bir qitim pushtak chilingandek qilib edi, eliq tozliqchilarning kichik tipdagi o't o'chirish mashinasidagi suv purkiydigan 2 metrcha uzunlikdagi temir turbidan benzin purkilib chiqib, udul charlig'uchi harbiy mashinalarning ustiga chechilishga boshladi. Sekund ichida bu benzinning o'rnini o't yolqini egallab, 10-20 metr nerisiga o't purkilishga boshladi. Ko'zni yumib ochqucha birli vaqtda 8 harbiy mashinasining ustidagi askarlar hammasiga tang quyuq o't tutishib ketgan edi. Qiyochiya boshlanib, butun badaniga o't tutishib ketgan askarlarning bir qismi mashinadan sakrab baqdi. Necha qadam mangmay yerda yumulinib, kavob bo'lib ketgan chala o'lik askarlarning badaniga quyuq benzin üst-üstilab chechilaverdi. Harbiy mashinalar bilan rus askarlar o'tqa tushgan razinga oyoqdek purqirab ko'yishga boshladi.
Aslida Pashaxon Moskvaga berib, bu kichik tipdagi o't o'chirish mashinasi bilan yuk mashinasini setib olib, o't o'chirish mashinasiga azroq o'zgartish kirgizgan edi. Ya'ni, suv to'ngini ikkiga ayirib, yarmiga suv, yarmiga benzin qachlab, benzin purkiydigan turbini uzun to'mirda yasatqizish orqali o'tning to'ng'a va o't chachquchining o'ziga tutishib ketish xatarining oldini olgan edi. Bundaq kuchlik besim bilan chechilgan benzinga o't yoqqanda o't aldirab, benzin chechilgan manbaga tutashmaydi. Chechilgan benzinning miqdori bek ko'p bo'lg'achqa, bu xil o't purkanganki, har qanday narsa shu hamon ko'yib kul bo'lib ketadi. Minutga barmagan vaqt ichida 8 mashinadagi tayyorliqsiz turgan 400 dan ortiq rus askari kuyib kul bo'lib ketdi. Heliqi yük mashinasidagi rus askar bu karomatni ko'rib, mashinadan tushib aldirab qochdi. Lekin bu tamaşani ko'rib turgan kishilar orasidan oppoq soqol bir buvay g'assi bilan kuchining barcha qechayotgan askarni putladi. Askar ikki yumlanib, yana o'rnidan turishga tamshilibdi. Yondagi qananing yanida turgan xamsemiz qassob go'sht parchalaydigan kichik paltini ko'tarib yugurib kelib, Allahu akbar deb to'g'lig'inicha qochqun askarning beshini tenidan judo qildi. Hayt huyt degucha 7 tozliqchi shaharning sharq tarafiga qochib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Boshda benzini to'liq tugamagan o't o'chirish mashinalari orqa-orqadan gumburlab partildi. Orqadan harbiy charlash mashinalarining bir qismi partlashga boshladi. Atrofda turgan xalq bu 7 yigitning botirligiga apirin o'qishdi. Pashaxon qatorliq 7 tozliqchi shu yugurgunicha shaharning sirtidagi yalqi koni xumdonliqqa berib demini oldi. Beshidagi yolg'on kiyim-chashni elib tashlab, oldin ola tayyorlab olgan kiyimlarni kiyib, usti-beshini o'ngshib olgandan keyin yolg'on chach bilan tozliq ishchilik kiyimini ko'ydirib tashlab, darhol zavodga yo'l oldi. Әтсі бүтін Астана, бүтін Түркменістан, бүтін Sovet ittifoqi zilzilga kelgan edi. Tarixdagi eng zo'r aqtirish, eng zo'r tutqun qilish harakati boshlanib ketdi. Shunda qilib, Moskvaning Turkmenistonga tutgan pozitsiyasi texmi yomonga o'zgardi. Askariy kuchlar yana ko'paytirildi. Saqchi doiralari bütün kuchini bu qitimqi voqeaga qaratgan bo'lsa-mu, heliqi qassobni qatl qilishdan boshqa hech qanday yangi natijaga erishamadi. Pashaxon o'lkalik saqchi nazoratining rus amaldorini o'z cho'ntagiga selib ulgurgan edi. Saqchi nazoratining nozirdek cho'ng amaldor Pashaxonning zig'chi oltinlarini deb uningga yaqinchilik qilib yurgan yerda boshqalar uning zavodiga qarashqin betini olmaydi albatta. Turklar ittifoqining bu qitimqi harakati nihoyat g'albilik bo'lgan edi. Endi ular ikkinchi qitimliq harakatga tayyorlik qilayotganda Pashaxonni mundaq bir ish o'ziga jalb qilib oldi. Yoz chiqib ketib, kuz kirish oldida Turkmenistonning ma'lum bir tog'liq yezisida bir xil vabo kasalning, ya'ni xolera kasali bilan og'irgan bir qancha kasalning bayqalganligi gazetlarda xabar qilindi. Sahiya tarmoqlari keng xalq ommasiga bu xil kasalning oldini olish bilimlarini zo'r ko'lamda tashviq qildi. Chunki xolera bir xil jiddiy xarakterlik yuqumliq kasal bo'lib, bu xil vabo bilan yuqumlanuvchilarning boshda ichi surib, cho'ng tarti guruch yo'g'an suvdak oq keladi. Ondan necha soatga qolmay suvsizlanib o'lib ketadi. Bu kasal eg'izdan yuqadigan bo'lib, tarkibida mush xil bakteriya bo'lgan ichimlik suvlarni ichish, bu xil bakteriya bilan bulg'angan yemekliklarni yeyish orqali yo'qotdi. Xolera bakteriyasi bu xil kasal bilan og'rig'uchining cho'ng tarti orqali sayko'ktatlarga yoki ichimlik suvlarga tarqalib, necha kundan necha haftagacha tirik yashay oladi. Bu davrdagi Sovet ittifoqining sahiya ishlari xili taraqqiy qilgan bo'lib, bu xil vaboning oldini olishga tamoman qurbi yetadi.
Paşaxon bu xil vaboning o'z zamonida paydo bo'lganligini anglab, o'zining planini o'zgartdi-da, darhol kasal chiqqan tog'liq kentga qarab yo'l oldi. U tog'liq kentning doktorxonasiga yetib borgandan keyin o'zining Ostonadagi kasallikning oldini olish tarmog'idan kelganligini aytib, bu kasal bilan og'rigan bemorning cho'ng dardini bir shishiga qachlab, kechilab Ostonaga qaytib keldi. U kitobda ko'rgani bo'yicha cho'ng bir dosh qozonga go'sht silib, sho'rpisi chiqqandan keyin go'shtni suzib elibdi. Sho'rpa sovugandan keyin uning ustiga necha chelak kala sutini qo'yib, xam tuxumdan necha yuzni cheqib, hammani toza aralashtirgandan keyin heliqi vabo bilan og'rigan kasalning shishiga qachlangan tardini dosh qozondagi aralashmaga to'kdi. Ondan dosh qozonni yigitlar bilan qorong'u sovuq uyga yo'tkab, tuvuqini mahkam yepib, bir kech kunduz qo'yib qo'ydi. Shundoq qilib, bir shish xolera bakteriyasi ko'payib, bir dosh qozon xolera bakteriyasiga aylandi. Navoda bu dosh qozon bakteriya to'pi Ostona shahrining ichimlik suv manbasiga to'kiladigan bo'lsa, butun shahar xalqining bu xil vabo bilan yuqumlanishini keltirib chiqaradi. Oqibati bakmi echinishlik bo'lgan bo'ladi. Amaliyotda Türklar ittifoqining maqsadi Turkmaniston zaminidagi harbiy kuchlarga qaratilgan bo'lg'ashqa, Paşaxon harbiylar lagerini sayko'ktat bilan ta'minlaydigan dehqonchilik bazasining rus xo'jayini bilan oldin tunishib, yaqin birodarlardan bo'lib qolgan edi. Bu rus xo'jayinmi Paşaxonning seriq chechi bilan mukammal rus talaffuziga qarab, uni rus yigiti deb qaraydi. Bir kuni saharda heliqi dosh qozondagi sho'rpaga chilinib tayyor bo'lgan 2 mashina yuqori sifatli tarxamak dehqonchilik maydonining oldida to'xtab, rus xo'jayinga o'tkazib berildi. "Birodar, men degandek o'rab qochildingizmi?" dedi dehqonchilik maydonining xo'jayini bu arzon setib olgan tarxamaklarga qarab xushal bo'lgan holda. "Xotirjam bo'ling. Siz topilgandimi bakroq yuvib tozaldim. Aytqaningiz bo'yicha dezinfeksiya suyuqligiga chiladim. Hargiz chatoq chiqmaydi", dedi rus yigit ishonch bilan. "Yaxshi bo'pti. Harbiylarning yemaklik tozalik o'lchimi nihoyat qattiq-da. Bir qitim chatoq chiqib qolsa, hammamizning ish suvga chilishidi." "Ma'qul amsa, pulni kelar oyda elib eling bo'lamdi?" "Pulda chatoq yo'q. Buningdan keyin menga 100 bersingizli bo'ldi, xo'jayin." "Maxfiyatlikni qattiq saqlang. Bu ko'ktatlarni harbiy gazarmadagilar mening maydonimdan chiqdi deb qaraydi. Navoda bu ishlar teshig'i chiqib qolsa, har ikkilimizning oxirgi umri turmada o'tdidimi?" Ular shundoq qilib xo'shlashdi. Maydon xo'jayini arzon elib qimmat sotadigan bu savdodan xushal bo'lib, tarxamaklarni omborga yo'tkashga boshladi. Paşaxon zavodga yetib borguncha qoldi yigitlar jiddiy yangi xizmat mashg'ulotiga tushib bo'lgan edi. Ular bemorlarga asma qilib selinadigan shishilik suyuqlikdan necha ming dona suyuqlikni hukumat elikidagi dori sotadigan tarmoqlardan setib olib, har bir shisha suyuqlikning ichiga ishpris bilan bir xil zaharlik suyuqlik dori mangdirib atadi. Bu xil suyuqlik dora inglizcha resin deb atiladigan bo'lib, turkmancha abdimilik oqsili deb atiladi. Odatda abdimilik urug'idan may tortganda, uning qolgan qoldiq kunjirsida bu xil zaharlik modda resin 5% ni egallaydi. Münasibətli texniklar buni pishiqlab ishlash orqali sap bo'lgan abdimilik zahri resinga ishlaydi. Bu xil zahardan 2 mg odamning qiniga o'tib ketsa, necha soatdan keyin odam badani qizishib ketadi. Ondan odamni tarbiyasib, nafas olish qiyinlashadi. O'pkisi og'ir darajada suvliq ishib, qon besimi tushib ketadi-da, o'lib ketadi. Sovet ittifoqi bexatarlik komiteti yana josuslik organi bo'lgan KGB har xil qaslab o'ldirishlarda ko'pincha mush xil kuchlik zaharlik dorini ishlatadi. Bu qitim Paşaxon nurg'un pul xarjlash orqali Moskvaga berib, bu xil dora abdimilik zahrini ko'plab qo'lga tushirdi.
Bu dori asli parashutsimon bo'lib, podshohxonlar bu dorini suvda eritgandan keyin ishpirs orqali davolashga ishlatiladigan suyuqlik shishasining pechatlangan og'zidan yengni orqali har bir shishiga 3-4 milligramdan mangdirib o'tgan edi. Astana Turkmeniston o'lkasining markazi bo'lg'ashqa, bu yerdagi harbiy gazarmada shaharning amonligini saqlash, shundaqla zapas qism sifatida 4-5 ming rus askari qilg'ili ish yo'q, bekor yetib samirib ketgan edi. Bu qitim Moskva Turkmenistondagi davlat bayramliq tabriklashni nihoyat dag'dug'liq o'tkazib, ishg'oliyat ostidagi turkmanlarga o'zining texi mavjudligini bildirib qo'ymoqchi edi. 11 ayning 7 kuni Sovet ittifoqining davlat bayrami kuni edi. Bu kuni Turkmenistonning Astana shahridagi bosh harbiy gazarmasida o'tkazilgan davlat bayramini tabriklash murosimi nihoyat katta o'tkazildi. Kechlik ziyofatda ustal zakuskalar ichida yilqi xolera bemorining gandisiga chalingan tarxamakmu xamsay sifatida to'ridan o'rin olgan edi. Әтсі бірлі вақытта 2000-дан артық рус әскери xolera bilan yo'qimlandi. Bu Sovet tarixidagi aqlga sig'maydigan bir voqea bo'lib, Moskva zodi nemish bo'lganligini bilolmay, og'zini tutib hang-tang qolgan edi. Harbiy doktorxonalar, xalq doktorxonalari yetishmay, hatto boshlang'ich o'tir maktablarmi doktorxonalarga o'zgartirildi. Vabaning sirtqi tarqalishining oldini olish bilan birga askarlarning o'lim nisbati zo'r darajada tuvallatildi. Lekin 2 kundan keyin butun xolera bilan yo'qimlangan kasal 3000 dan eshib, bu kasal bilan o'lgani 300 dan eshib ketdi. 4-kuniga borganda bo'lsa, Pashaxonning zavodida maxfiy yasalgan suyuqliklar turli usullar bilan yeshik-yeshiklab xolerani davolash nuqtalariga zo'r ko'lamda kirishga boshladi. Әтсіл өлген Rus әскери 2000-дан ашты. Оның әтсі yana o'ldi. Moskva gerçi saqt suyuqluq şişesidagi dahshatli qatil Abdimilik zahrini bayqagan bo'lsa-mu, angacha necha yuzlagan harbiy amaldorlarning beshi kesilib, Xershovning taxtdan tushishi tezilishdan boshqa ish bo'lmadi. Turkmenlar ittifoqi orqadilla bu qitimqi dahshatli qirg'inga mas'ul bo'lganligini jakarladi. Ruslar yana bir qitim xalqni qaytadan tutqun qilib, savol-so'roq harakatini boshlavatdi. Turkmeniston xalqi tayoq to'qmoq ahuzarning ichida qolgan edi. Eg'ir uyqudagi sonsizlagan xalq yana bir qitim tayoq zarbisidan ko'zini o'ylab uyg'onishga boshladi. Soğuq qishmo yetib kelgan edi. Shahar sirtidagi qabristonlik ap-oq qor ichida to'limi go'zal bo'lib ketgan edi. Pashaxonning yiqimliq qiroati bu Maryam xonimning qabrisidan halqib, butun mozorlikning jimjitligiga yo'sin qatgan edi. Chanqigan tashna yuraklarga zamzam kabi rohat beradigan So'ri Yasinning mungli qiroatini yangi ko'tarilgan quyoshmo zan selib tingshavatadi. Yiroqdan jiddiy g'achildab chiqqan qadam ovozi Pashaxonning yeniga yaqinlab kelib to'xtadi. Oxirgi mubin tamom bo'lib, duo oxirlashdi. Aka, yangi bir gap chiqib qoldi, dedi Tillaxon jiddiy holda duodan yenibla. Shuncha jiddiylashgandek nima ish bo'ldi, ukam? deb yondirib so'radi Pashaxon uksiga o'rilib qarab. Cho'ng ish yo'q, dedi Tillaxon beshini lang'ishtirib. Tunigun xalq maydoni oldidagi cho'ng yo'lda qor tozlashga chiqqan harbiylarni yuk mashinasi bilan bostirib o'ltirgan qahramonimizni kechidan tutibdi. Nima? Jiddiylashib so'rdi Pashaxon ukisining gibidan jiddiylashib. O'lgan it qanchakan? Tutilg'ini u naq maydonda 47 o'libdi. Eg'ir zaxmlanganidan 30 nechisi bor ekan. Bular saqaygan taqdirdimi mangulik meyib bo'lib qolgudek. Zaxmisi bakli eg'ir ekan. Bu botirimiz yana shu o'lim elchisi ekan. Yuk mashinasida bosirganda bunchalik odam o'lmaydi-ku.
u qandaq bo'lib tutilib qapti? Mashinaga besilg'ini butunlay tosh ekan. Xolida o mashinaning tagligiga necha metr uzunlikdagi uzun lom tumirni to'g'risiga kapsharlab, muqimdigandan keyin mashinani ushqandek haydab, sapti tizilib mengayotgan askarlarning keynidan bostirib mengibdi. Mushu bir bostirishdila hammasi yo'lga yiqilibdi. O bayqushlarning qo'lida go'rjak, supurgidan boshqa hech qanday narsasi yo'q ekan. Uning ustiga shofir ustamning yuragi yetkuchi bor ekan. U buning qanmay mashinasini keyniga yondirib, yerda paloqlab yotgan askarlarni yana qaytadan bostirib, yerga changdab chiqibdi. Qaysi midirilsa, mashinaning chaqi shuning ustida turgan o'xshaydi. Ammo bularning boshlig'ida qo'ral bor ekan. U o'shiga kelib, mashina chaqining o'zining beshiga kelib bo'g'icha shofirga qaratib qalaymaqon o'qizibdi. Bu mashina bu itni yanchib o'ltirgan bo'lsa-mu, lekin Xolidaning so'l bilkiga o'q tegib demish. Aslida naq maydondan bexatar ketgan ekan. Lekin oqshom xubdan vaqtida shahar ichidagi shaxsiy bir doktorning uyiga kirib, bilkidagi o'qni elib etishni talab qilgan ekan. Bichora Xolida bak ko'p qansirab ketgachga shu yerda aylanib ketibdi. Doktor bo'lsa sepi o'zidan munofiq ekan. Uni soqchilarga tutib beribdi. Bo'lgan gaplar mushu aka. Bular ishonchlikmi uka? Albatta ishonchlik aka. Koni cho'p qitimiz o'z eg'iz bilan yetkizdi. Uning ustiga xalq maydonidagi voqeani bolalar o'zi berib aniqlab keldi. Sening demoqchi bo'lganing Xolidani elib chiqishqo? Pashaxon uksining o'ychan ko'zlariga qaradi. Shundoq, ruslar uni shaksiz bizning odam deb qaraydi. Uni qiynab o'ltirib bo'g'icha biz oldin qo'l salayli aka, dedi Tillaxon akasiga umid bilan qarab. Bo'pti. Bir qancha kungacha u shu yerda davolanib tursin. Ruslar uning jarohatini saqaytmoqcha uningga qo'l sololmaydi. Xolida ularning birdan-bir umidi. Aslida u haftaga saqlasaqmi bo'ladi. Lekin ular uni Moskvaga yo'tkab ketguncha biz oldin qo'l silishimiz kerak. Lekin bizning qurol kuchimiz ojiz aka. Qanday qilamiz? Buningdan ansirmagin. Pashaxon uksining quliqiga bir nimalarni pichirlab, harakatning qadam bosqichlarini maslahatlashib olishdi.